Doimo qadrdon bo'lgan kanalimiz obunachilari va aziz mehmonlar, assalomu alaykum. Bugungi kun yana bir bora barchamizga muborak bo'lsin. To'g'rimi, Jasur? To'g'ri. Assalomu alaykum bizni kanalimizni kuzatuvchilari. Sizlar uchun mana yangi izlanishdamiz. Bugun mana obzorimizda eng arzon dekorativ uylar uchun, inshootlar uchun, binolar uchun go'zal bo'lgan, xohlagan turdagi naqshlisimi, lepka deysizmi, hamma turidan sizga tanishtirib o'tamiz. Eng arzon joyi lekin. Eng go'zal gullar. Eng asosiysi inson ko'rganda dillari yayraydigan gullar. Bu yerda mana bezak uchun gullar. Jasur, qarang, hattoki bugun kun juda ham bir chiroyli chiqmoqda. Bugungi kun barcha yurtdoshlarimizga yana bir bora chin qalbimizdan aytamiz, muborak bo'lsin. Keling endi bir qator o'tamiz, ko'ramiz va yurtdoshlarimizga tanishtirib o'tamiz. Biz obzorimizni boshladik va bizni kuzatishda davom eting. Kanalimiz obunachilari va aziz mehmonlari. Bu yerda adashmasam 2009-yildan beri ish faoliyatini olib boradi. Bu yerda ochilganiga 3 yil bo'ldi va mana Jasur hamkasbim aytib o'tganidek, meni qadrdonim ukam mana bu yerda uylar uchun juda ham chiroyli bezak gullari. Mana Nodirbek aka, mana hozirda hit bo'layotgan, trendda bo'layotgan gulimiz, mana dekoratsion high-tech usuldagi uylar uchun mana go'zal mana bank desa. Eshiklar tepalarga chiroyli qilib gullaridan yopishtirilgan. Olasiz mana katta gullarimizdan bor mana. Lekin shu ham menga yoqdi, Jasur, gullar juda ham katta. Lekin menga eng yoqqani Jasur mana shu gullar menga shu gul fasoni ham yoqdi, uylar uchun juda ham chiroyli. Keyin yana bir narsa ikkiligidan tortib razmeri 25 deysizmi, 90 deysizmi, xohlagan usulda qo'yish berar ekan akalar. Bu yerda o'zlari mehnat faoliyatini olib boradi, adashmasam Jasurbek hamda Tohirjon. Bu yerda qalblarni ham o'zlari tayyorlab berishadi. Hattoki qalblari ham sotilar ekan, juda ham zo'r. Men qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Jasur hattoki qalblarni ham o'zlari tayyorlashadi. Mana gullarni o'zlari qo'yishadi. Bemalol Xudo xohlasa yurtdoshlarimiz murojaat qilishlari mumkin bizga. Ya'ni shu qilayotgan ish jarayon olib borayotgan ustalarga murojaat qilsa bo'ladi. Biz suhbatimiz davomida telefon raqamlarini ham eslatma tariqasida qoldirib o'tamiz va bu yer Xudo xohlasa maslahat va bu yerda mana shu ishlarni chiroyli qilib qalblarga qo'yayotgan do'stimiz, ukamiz bor, Tohirjon, kam bo'lmasin. Bu yerda qarang. Mana qarang, Nodirbek aka, mana masalan deylik, bu gullarimiz mana karnizlarimiz eng hozir trenddagi eng noyob karnizlardan. Rasman ham uylar uchun chiroyli bezak bo'ladi. Juda ham chiroyli, Jasur. Juda ham chiroyli. Ofarin demasdan ilojimiz yo'q. Lekin bu ofarin kimga? Buni tayyorlayotgan usta Tohirjon uchun biz ofarin deb qolamiz va doimo ishlariga rivoj, ya'ni nima deydi, serxardor bo'lsinlar va doimo ishlariga rivojlar tilagan holda keling. Bu tarafdagi gullar ham menga juda ham yoqdi. Hozir endi Tohirjon bunga nima qo'shiladi endi? Gips dozdan tayyorlanadi, qalblarga qo'yiladi. Misol deylik, keling bir yurtdoshimiz Tohirjon yoningizga keldi. Kelib turib, menga shu gullardan kerak ko'proq buyurtma asosida qo'yib bering desa, endi deylikki bir 50 ta kerak bo'ldi. Deylik, endi bir kattaroq inshootiga qanchada tayyorlab berasiz endi 50 tasini? 1-2 kunda 50 ta gul tayyor. 2 kunda uzog'i bilan 2 kunda tayyor bo'ladi. Mana qalblar juda ham zo'r. Adashmasam 2009-yildan beri ish faoliyatinglarni olib borasizlar. Bu yerga ko'chib kelganinglarga 3 yil bo'ldi. Endi bu yerda nechta inson ish bilan ta'minlagan, nechta inson ishlaydi bu yerda? 2 kishi. 2 kishisiz, Tohirjon yana kim? Jasurbek. Sizdan katta endi Jasur aka ishlaydi billa. Bu yerda egasiz endi qo'lida ishchi va bir qadrdon yaqinida bo'lib qolgan insonisiz. Juda ham zo'r. Keling, buni ham ko'rsating-da. Keling, unda ko'tarib ko'rsating Jasur o'shani ham. Mana yurtdoshlar mana bu lampalarga gul juda ham patologlar uchun o'sha lampada juda ham chiroyli gullar. Qarang. Buni o'rtasiga o'sha simni o'tkazib turib, lampochka qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Juda ham chiroyli. Lekin aytayapman, juda ham chiroyli, bebaho, bejirim, tasonni aytmasdan Jasur ilojimiz ham yo'q. Endi bu yerda treytinglar ham bor ekan. Keling, uni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yurtdoshlarimizga bu juda ham qiziq. Ya'ni bu o'zlari bu yerda tayyorlashadi. Mana gullarni ko'ryapsiz. Mana qalblarga qo'yilgan holatda ekan. To'g'ri aytayapman. Mana hozir Tohirjon ko'rsatib beryapti mana. Mana qarang. Ofarin. Mana bu yerda treytinglarda ham mana xilma-xil rasvetkalar bor ekan. Shuhrat, endi buni ham tasvirga olib qo'yasiz. Qarang. Mana xilma-xilligi treyting. Mana yangi gulimiz mana qo'yilib chiqyapti. Mana yangi gul qalbga
quyilgan. Mana buni hozir tayyorlayapti. Endi Mana deraza uchun. deraza uchun Tohirjon buni kimlardir xudo xolasa buyurtma bergan, o'sha buyurtmani amalga oshiryapsiz. Sherigingiz o'sha Jasur aka bilan birgalikda. Endi keling, doimiy ish faoliyatidagi telefon raqamlari kerak. Yurtdoshlarimiz xudo xohlasa telefon qilishadi, sizga bog'lanishadi. Endi bu o'rtaga endi dastlabki sizda qanaqa endi Tohirjon? Dastlabkasi ichida, ya'ni Yaqin atrofga, lekin dastlabkasi bor. Agar chetroqqa bo'lsa, kelishilgan holatda chiroyli qilib yetkazib beriladi. Endi doimiy ish faoliyatida telefon raqamlarini aytib o'ting endi bizga. 99 Xo'p, 99lik 005 005 0164 doimiy ish faoliyatidagi telefon raqam. Yana boshqa telefon raqamingiz bormi? Xo'p, 99lik 769 0022 raqamiga Tohirjonga ham bemalol qo'ng'iroq qilsa bo'ladi, bog'lansa bo'ladi. Biz aytib aytillarni ham xilma-xilligini aytib o'tdik. Buni ham meni tasvirchim Shuhratbek Yunusov chiroyli qilib tasvirga oldilar. Qaysi gullar yurtdoshlar yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilasiz, Tohirjonga buyurtma berasiz. Mana bu yerda quriyotgan gullarni ko'ring mana. Mana tayyor gullar. Mana tayyor gullar mana qalbga qo'yilgan, hozir oftobda quriyapti patologlar uchun mana. O'ta ham zamonaviy ish. Dekorativniy mana gullarimiz mana naqshli. Juda ham chiroyli. Ofarin Mana hozirda mana ilojimiz yo'q. trendda bo'layotgan gullarimizdan ham bor ekan mana. Keling olib ko'rsating o'zingiz qo'lingizga Jasur. Mana eng go'zal bo'layotgan mana mayillarni mana feruza Dorvozani tepasiga chiroyli qilib qo'ygan. ham juda chiroyli chiqadi. Qo'ysa bemalol bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Va biz tasonni aytmasdan ilojimiz yo'q. Jasur bizni kuzatishda davom eting aziz kanalimiz obunachilari, kanalimiz aziz mehmonlari. Bitta like sizdan nima ketdi endi biz mehnatimizni qadrlang deb qolamiz va bizni kuzatishda davom eting men usta va tadbirkorimiz Tohirjonga alohida tashakkurlarimizni shaxsan hamkasb bilan birgalikda izhor etamiz va qo'llari aslo dard ko'rmasin. Kunlarini Alloh xayrli qilsin, fayzli qilsin. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Tohirjon sizga kattakon rahmat. Alloh kuch-quvvat bersin. Serhardor bo'ling. Xudo xohlasa kanalimiz obunachilari va kanalimizning aziz mehmonlari ko'rishadi, sizga telefon qilishadi. Qaysi gullar yoqqan bo'lsa, Xudo xohlasa tez orada sizga buyurtma berishadi. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. O'sha kamtarim boshlovchingiz Nodirbek hamda meni hamkasbim, adminim Jasurbek Hoshimov men uchun qadrli bo'lgan tasvirchim Shuhratbek Yunusov. O'zingizni ehtiyot qiling va asrang. Ko'rishamiz. Sog' omon bo'ling. Ko'rishguncha.